Tez kirsangchi. Do'stlar mana kirdi. Salom do'stlar, sizlar bilan men Kompot. Yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi video sizlarga yoqadi. Kommentariyaga yozib, like va obunani bosasizlar. Biz unda videoni boshlaymiz. Nega Minecraftga kirding desanglar, men yangiladim. Yoki eski versiya edi. Xo'sh, endi men buyurganda qishloqlarga men hozir narsalarni olamiz. Izumrud. Men 3 ta non va telefon. Endi qishloqlarga men shart olmos olib kelasan, yerini to'g'irlaysan va olib kelasan deganda, xo'sh, qishloqqa olmos olib kelishga edi. Qishloqqa sen bastak olmos berishing kerak edi. Bastak olmos? Ha, mana oldim. Mana shu shaxtadan. Oldingmi? Unda menga bera qol. Ha, mana shu shaxtadan oldim. Beraman, mana. Hozir buyoqqa shu olmosmi qishloqqa adashyapsan? Axir bu lapis lazuli. Nima? Axir bu olmos-ku. Qanaqa olmos qishloqqa? Minecraftni yangilagandan sen ham yangilanib ketdimi miyang? Ha, men albatta olmos olib kelishim kerak edi. Bu olmos bo'lishdi. Bu olmos emas. Ketdim men. Qishloqqa bu nima? Men yo'lni to'g'irla degandim, sen nima qilding? Men yo'lni to'g'irladim mana. Axir bu anvilku, qishloqqa nima qilyapsan? Men boshqa bilan bo'ladimi bu yoqqa? Anvil emasmi? Qishloqqa sen adashyapsan. Bu yerda boshqa blok bo'lishi kerak. Men bilmabman. Kompot boshqa payt to'g'irlab qo'yaman. Buni sindirishing shart emas. Boshqa payt sindirib o'zing to'g'irlab qo'yaman. Men teginman. Ha, bo'lsa bilmayman. Bo'lsa boshqa payt to'g'irlaymiz. To'g'ri aytasan qishloqqa. Endi men 3-qishloqni oldiga boraveray. Sen shu yoqqa bilmadim nima qilsang. Xo'sh, qishloqqa qanasan? Qishloqqa nima qilyapsan? Sen aytgan narsani ko'ryapman. Nima? Sen uni ko'rinmaydi, u qidiriladi. Nima yotib olgansan hozir? U narsani ko'rinmaydi, topiladi dedim-ku. Men bu narsani qidiryapman, tepaga qarab. Nima deydi u qishloqqa do'stlar? Hammasi ham biri olmos olsam, lapis deydi. Yo'lni to'g'irla desam, anvil qo'yadi. Bunisi endi aytgan narsamni qidir desam, qarab yotib olgan. Bilmadim, nimacha qidiryaptimi, bu nima qilyapti? Xo'sh, endi men qishloqlarni jam qilaman. Qishloqlar, men sizlarga bitta gapim bor. Bugun maktab ochamiz. Qanaqa maktab? Biz o'qishimiz shart emas-ku axir. Men o'qimayman maktabda. Yo'q, o'qishing shart qishloqqa. Sen chunki yo'lni to'g'irla desam, nakamaniya anvil qo'ygansan. Sen esa olmos desam, lapis olib kelasan. Men o'qishim shart emas-ku. O'qishing shart. O'qishim shartmi? Ha, o'qishing shart. Sen ham o'qishing kerak. Qishloqqa? Ha, mayli. O'qishimiz shart bo'lsa mayli. Xo'sh, hozir men tayyorlayman. Hozir narsalarni olaman. Qayerdan ochsam bo'larkan maktabni? Bularni maktab ochish kerak. Qayerdan ochsam bo'larkan do'stlar? Aylana qishloqqa do'stlardan qarab turibdi. Xo'sh, endi qayerdan ochsam bo'larkan? Ya'ni mana bu yoqdan ochamiz qishloqlar. Mayli, ha, ochaman. Qanchalik tez ocharkansan? Hozir ko'rasizlar qishloqlar. Men bir zumda ochib taylayman. Nima? Qani ko'raylikchi qani. Hozir ko'rasizlar qishloqlar. Kutib turinglar, hozir men ochaman. Maktab mana bu yerdan qilaman. To'xtanglar. Mana.
Kompot sen qani davra ochding maktabni? Sizlarga nima degandim? Ha? Xo'sh, ko'rdinglarmi qishloqlar? O'zimni ochdim. Ha, to'g'ri aytasan, sen tez ochding, to'g'ri. Ha, ko'rdinglarmi qishloqlar? Endi sizlar o'qishlaring kerak. Ha, mayli, o'qishimiz shartmi? Albatta shart. Xo'sh, qishloqlar tayyormisizlar? Ha, tayyormiz. Xo'sh, senchi? Ha, tayyorman men. Xo'sh, qishloqlar hozir bu qalamlar mana joyiga turibdi. O'z boshlaymiz. Tayoqni olib olay. Hozir men ko'rsatgan narsani hozir. Qishloq hozir sen mana bu nima? Qishloqqa senga savol. Bu bu lapis. Qanaqa lapis qishloqqa? Axir bu lapis emas. Ha, top. Bu olmos. To'g'ri topding qishloqqa. Sen menimcha topding. Endi sen. Xo'sh, mana bu blok qanday blok? Bu oddiy yerda Minecraftda uchraydigan blok. Oddiy yer blok. Ha, to'g'ri. Uni qanday topsa bo'ladi? Shu yerda, biza turgan yerda olib olsa bo'ladi. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Qishloqqa sen ham menimcha uyga qaytasan endi sen. Xo'sh, qishloqqa senga savol. Bu to'xtara qishloqqa. Mana bu nima? Qara qishloqqa. Mana bu hozir ko'rsin senga savol. To'xtara. Qishloqqa mana bu nima? Top. Mana to'xta. Men buni bilmayman. Bilmaysan? Mana bu nima? Qishloqqa bu senga yuk vazifa. Bu bilmayman. Men shu nima? Lekin Hozir ayt. Bo'lsam sen Bo'l. Topdingmi? ha, bildim, topdim. Bu Porsche. To'g'ri qishloqqa sen ham topding. Endi men sizlarga yana bitta narsa taqlayman. Shundan sizlar o'tasizlar. Xo'sh, men unda qilaman. Uni sizlar kutib turasizlar. Xo'sh, endi boyagi narsani sizlar endi yana savol beraman. To'xtanglar. Oldin. Xo'sh, endi qilishni boshlayman. To'xtanglar. Doskadagi olamiz. Xo'sh, qishloqlar men qildim. Xo'sh, mana qishloqqa sen qaysi birda kartoshka, qaysi birda bug'doy ekilganini aytmayman. Sen qaysi joyda bug'doy ekilganini topib o'sha yerni tozalashing kerak. Ha, bo'ldi, oson. Men buni 1 sekundda emas, 30 sekund ichida qilib tayyorlayman. Xo'sh, senga 30 sekund vaqtunda qishloqqa boshlashing mumkin. Qishloqqa tez qilyapsan. Bu yaxshi. Zo'r qilding va 22 sekund ichida qilding. Ya'ni 22 emas, 8 sekund ichida qilding. Va sen bu qanaqa ekibsan? Kartoshkali urug'. Kartoshkani urug'ini ekdingmi qishloqqa? Mayli, bo'ladi. Endi keyingi topshiriq qishloqqa qara. Senga shu narsalar bor, sen hozir yasaysan, shundan narsa yasashing kerak. Xo'sh, bo'ldi. Hozir yasayman, hammasini olaman va versakoz yasayman. Yaxshi. Xo'sh. Men yasab bo'ldingmi qishloqqa? Ha, yasab bo'ldim mana. Sen menimcha uddalading qishloqqa. Endi sen borishing mumkin qishloqqa.
Menimcha sen endi tuzalganga o'xshaysan. Bola bor qishloqqa sen endi. Xo'sh, endi endi sen navbating qishloqqa. Sen endi men bilan yur. Mayli, o'zi boraman. Kutib tur. Bo'ldi, mana sen o'zi mana parkurdan qanchalik tez o'tar ekansan. Buni bilamiz mana. Meni orqamdan xuddi shunday qilib o't. Judayam tez o'tyapsan. Yaxshi qishloq mana. Endi bu yoqqa kel. Endi sen bu yerdan o'tishing kerak. Mana bu yerdan. Xo'sh, qani qishloqqa boshla. Men seni kuzatib turaman. Bo'ldi. Hozir men tez boraman. Daraxtlarimiz. Bunisiya. Men hozir Velosiped yasayman. Yaxshi. Nima kerak? Bolta yasayman. Lekin bolta shart emasmi? Mayli. Yaxshi. Sindiraman. Yaxshi. Endi uddaladimmi? Uddalading qishloqqa. Endi u qishloqqani chaqirasan. Sen uddalading. Borishing mumkin sen ham yaxshi o'tding. Xo'sh, qishloqqa senga savol. Zombilarni birma-bir aytasan. Bu qanday zombi? Hammasini aytib chiqasan. Bu osonmi? Albatta oson ekan. Bu hozir aytishni boshlayman. Bu oddiy zombi. Kechasi uchraydi. Bu esa qishloqlik zombi. Topdimmi? Topding. Endi bu tomondagilarni ham aytasan. Bunisi zombi cho'chqa. Bunisi esa oddiy kirpar. To'g'ri, qishloqqa endi sen uddalading. Endi keyingi topshiriqqa o'tamiz. Xo'sh, kel, sen bu yerdan olmos olib kelish. Bu yerdan olmos topib kavlashing kerak. Bu juda oson. Kirkabi. Mana kirka. Qishloqqa sen endi olmos topib menga berishing kerak shu yo'qdan. Bu olmos emas. Bu lapis lazuli. Qishloqqa. Mana topdim. Mana olmos. Qishloqqa sen topding. Qishloqqa balki mana bu ham olmosdir. Kirkamni hisobla. Axir bu lapisku. Sen miyang joyiga kelganga o'xshaydi qishloqqa. Sen ham o'tding. Endi sen ham borishing mumkin qishloqqa. Bugungi video zo'r bo'lgan bo'lsa, sizlarga yoqqan bo'lsa, yaxshi like va obunani ham bosgan bo'lsanglar, bizning video tugadi. Hammaga xayr.